Assalamu alaikum, xayrlı kun dostlar, xayrlı kişiler indi bugün. Bugün sizge özümüzün yoktaşımız Tataristan Respublikasının xalq şairi Abdullah To'qay ismindagi premiya laureati Gamil Afzal'ның Kengеш isimli şiirini okup ketem. Әлеге şiir bugünkü kun üçün bek aktual. Ko'pgina kishilarga to'g'ri keladi. Shunga ko'ra e'tibor bilan tinglaymiz. O'sib keladigan kadr bo'lib ko'rinar uchun sening turda olli gulli fikr yursin. O'zing ispay, bo'ying zifa, tising shibar, tiling bilan tegirmanga tutun jibar. Har vaqtda shashrab chiqib nutq sila. Qog'oz tutib sonlar qo'shib sila. Noshar dema, yaxshi dema, o'pshi sila. Qo'llaringni bolg'ay qo'pshi sila. O'qib chiqqan jafa chigib ishlab yurma. Joylashinim, rahat yasha, nuja ko'rma. Yetakchining jili qo'lin tuyib qina, teran ham yumshoq kreslolarda o'yib qina. Bu dunyoda kimchiliksiz kim bor degan kerak ekan avvali bil, fildan shibin, o'ngishlarni borlaganda o'ngaydan jil. Kerak ekan avvali bil, shibindan fil. Tilli tishli abziylarni maqtab jibar. O'zingga da onlardan foyda tiyar. Tilingni tishla, boshqalarni tanqidlama. O'zingga ortiq ishlarsin yuklama. Tetib toshla og'iz ochmay jibib tursa, ishga solqin qoriy degan u borshitsa. Qarovulchi boboyni da sugib toshla. Uyatsiz deng, tek o'tirib aloqsha. Tinish qarab yaxshilikqa, yomonlikqa, birgina da xatar ishga qo'ling suzma. Bilab olib, joyli o'rin, rahat o'rin. Üstel so'g'ib podsholig'i jipshik borin. Qoy birovlar shulay ishlab yurimini. Sina inim kengash berdim yurigine. Bu qog'ozda yozilganlarni olib iska 180 gradusga kirisin ishla.